O'zbekistonda o'zini san'ati bilan ommaga turkiy zabonlarga ma'qul kelayotgan Alisher Fayzni shogirdi desak ham bo'ladi ustozimiz Avazbek Singer. Podkastimiz bu insonni juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki san'at ahli, san'at degani bu insonni so'zdan boshlanadi. Chunki Alloh taolo ham yerni yaratishdan oldin birinchi o'rinda yaral degan so'zni ishlatgan ekan. Shu kabi Avazbek, bugungi savollarimiz menimcha ba'zilar umringizda uchratmagan savollar bo'lishi mumkin. Gaplashilmaydigan mavzularimiz siyosat, din hamda har xil seksualniy mancha tushungan shu mavzuga gaplashamiz. Dastlab, ommaviy traditsion savolimiz bu Avazbek. Avvalambor rahmat bizni taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Hamkorlarimiz nomidan ham sizga rahmat aytamiz. O'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz, sir bo'lmasa. Jariga ko'pirtirib tanishtirib oldingiz, mana Marnazaga shillat kelarmidi deb kutib qoldim. Tanimaganlar nimani tanib oladi. Bolalikda kim bo'lishni xohlagansiz va erishdingizmi? Yo'q, bolalikda ichki ishlar xodimi bo'lishni xohladim. Yoshligimda nima uchun? Endi bilmadim nimagadir o'sha bizga vatan tuyg'usi degan dars o'tiladi. Bilsangiz, hozir o'tilmayapti. Biz birga o'qiganmiz, 55 sinfdoshmiz. Vatan tuyg'usi degan dars bizga shunaqa chuqur singdirilgan. Demak, erkak kishini oldidagi eng katta burchlaridan bittasi demak vatanni himoya qilish. Men shunaqa erkak bo'laman deb niyat qilardim. Keyin endi ozgina muammo bo'lib qoldi, ko'zimda travma bo'lib qoldi. Eslamay kamarda yig'ilib o'rgandingiz ham. Men orzum amalga oshmaydi dedi. O'sha ko'zimdan travma olganimdan keyin u bo'lgan orzuga men nuqta qo'ydim. Farzandlaringiz Xudo xolasa orzulardan farzandlarim avvalo endi katta odam emasmiz, lekin ko'pchilik qilayotgan xatolarni qilmaslikka harakat qilaman. Bu nima? Farzandlarimni oldin o'zini qiziqishini so'rab ko'raman. Keyin savol bo'lsa, qarshi bo'lsangiz. Qanday laqablaringiz yoki boshqa ismlaringiz bo'lgan yoki bor? Endi maktabda dombo olganman. Dombo qilib olganman. Endi yoshlik juda esimdan qolmagan. Qanday o'tgan samimiyatni olganman. Xotirani qolgan. Qanday o'tgan esimda, endi so'z hamma narsani sevimli mashg'ulotingiz nima? Sevimli mashg'ulotim hozir aytsam, deyish mumkin. Fitnessga qatnashib turaman. Fitness shu joyiga qorinni ko'rsatib ketasizmi? Yo'q, qora yo'q. Sevimli hayvon yoki qushingiz? Men sevimli hayvonim mushuk. Nima uchun? Bilmasam, mushuk qanaqadir sokin, yumshoq bo'ladi. Qaysi hayvondan qo'rqasiz yoki yoqtirmaysiz? Ilondan qo'rqaman. Nima uchun? Ilonlar bor. Bor, qo'rqaman. Tushundim. Hop, yoqtirgan top 3 ta insoningiz mendan tashqari. Men hurmat qilaman do'stim. Endi ota-onadan keyin 3 ta inson. Siz uchun do'stlar bo'lish kerakmi? Oila a'zolari. Endi oila a'zolari desam, men oila a'zolarimdan, qarindoshlarimdan desam, boshqalar haqli bo'lib qolishi mumkin. Aytaylik, do'st, yor hamda ayollardan 3 ta yoqtirgansiz, yaqin insonsiz. Masalan, bitta singlim bor. Yaxshi. Bir dona ukam bor, bitta ayol bor. Bir dona onam bor. Endi hammasi bitta. Sizda ham bittami? Nechta? Ayting. Sizda ikkita. Sizda ikkita. Yoshlarga top 3 maslahatingiz. San'at sohasi, sport sohasi bo'lishi mumkin. Bizga o'xshab ilm sohasi, teacher bo'lmoqchidir. Bilaman siz universalsiz, juda keng fikrlaysiz. 3 ta maslahat nima bergan bo'lardingiz Avazbek Singer tomonidan? Endi o'zimizdan hali ancha yoshimiz, yoshlarga maslahat berishga aytaylik, siz 30 ga, biz 30 ga yaqinlashamiz. 16 yoshda 20 yoshdagilar. Bizni yoshimizgacha bo'lganlarga maslahat o'qish kerak yoki bitta sohani qarab ayting, iltimos. O'qish kerak yoki bitta sohani mahkam ushlash kerak yoki 4 ta 5 ta soha qilib qo'yish kerak. Qiynalmaslik uchun kerak ekan. Hozirgi kungacha boshimizdan o'tdi. Hayotdagi Avazbekning shiori yoki shiorlari. Intilganga tayyor. Qaysi buyuk uchta shaxs bilan uchrashgan bo'lardingiz? Xoh vafot etgan bo'lsin, xoh hozirgi kunda yashayotgan bo'lsin. Endi
yoshligida Islom Karimov. orzu bo'lmaydi, armon bo'lib qolgan ham Islom Karimov bilan rozi bo'lishim keladi. Endi hozirgi rahbarimiz Shavkat Miromonovich bilan ko'rishishni Yana juda ikki ham kishi kim xohlaymiz. Yana ikki kishi ular oldinda boshqa kelmay qoldi. Va aynan siz uchun, Avazbek uchun maxsus savollarimiz bor. Musiqa insonga qanday ta'sir qiladi? Musiqa insonga eng nozik tomondan ta'sir qiladi. Bu ruhiyatga bog'liq. Musiqa emas. faqatgina musiqa ruhni avvaldan ruhini tergatadi. Misol uchun qo'shiq eshitib yig'laganlarni ko'rgansiz, to'g'rimi? Qo'shiq eshitib o'ynaganlarni ko'rgansiz. Masalan, matematika darsiga kirib 2 + 2 = 5 desa yig'lagan odam yo'q. Yoki Mendeleyev davriy jadvalni tuzib chiqqan. Mendeleyev. Hech kim yig'lamagan yoki kulolmagan, lekin musiqani shunaqa sehrli tomonlari bor. Xohlasa yig'latadi, xohlasa kuldiradi. Avazbek dunyoni qanday va qay tarzda, qaysi tarafga o'zgartirgan bo'lardi agar imkoniyatingiz bo'lganda? Oqibat. Do'stlar o'rtasida yoki qarindosh siylalar. Hozir hamma tomonlar yo'q. Yo'qolib boradi. Qarindosh, aka-ukalar bir-birini chopib. Va yana maxsus savollarimizdan biri. Ertaga vafot etasan desa, eng so'nggi 3-4 kuy qaysi kuyga aytgan boshini aytgan. Siz bu qolingizga. Ertaga vafot etasan yoki ishingizni bilganingizda qaysi 3 ta musiqani rivoyat qilgan bo'lardingiz? Chalgan demadi. Endi Yaxshi savol. Juda ham ertaga vafot etasan. Manimcha ertaga vafot etasan desa musiqa hayolga kelmaydi. Nima keladi sizga? Faqat ibodat qilish. Nima uchun? Qancha bo'lsangiz blitz savollarimiz bor. O'tamiz. Boshladik. Qiz farzand ko'rishni olasizmi yoki o'g'il farzand? Xudoni bilgan. Masalan, o'g'il farzand desam, Xudo senga qiz bermoqchi edimi? Yaxshi. Ota yoki ona? Ona. 3 marta ona. AQSh, Xitoy, Buyuk Britaniya yoki Rossiya? Borib ko'rmaganman, lekin Rossiyaga borib ko'rganman. Qirg'iziston yoki Qozog'iston? Qirg'iziston. Eng yaqin do'st va ustoz kim? Eng yaqin do'st onam. Onangiz. Birinchi ustozim san'at sohasida Sherzod Begamzayev Chortoqda. Sherzodbek, shu kabi shogirdingiz borligidan bemalol faxrlansangiz bo'ladi. Ustoz. Ikkita Sherzod bor san'atda. Qaysi birlari? Begamzayev. Shirmoyda ham qizlarni o'zini o'tganman. Ustoz. Real yoki Barsa yoki Enalda. Aytgancha Avazbek IELTS'dan hozir 6 yil olmoqchilar, harakat qilyaptilar shu o'rinda. Rus tili, turk tili, koreys tilini, yapon tili hamda ingliz tilini qo'shdilar. Men o'zim super natija kutyapmiz. Real, Barsa yoki Enalda boshqa klub. Real. iPhone yoki Samsung. iPhone. Dengiz, kanal yoki ko'l. Dengiz. Nima uchun? Chunki kanal ham chegaralangan. Ko'llar suv loyihalanishi tez. Quruq yoki shokolad? Shokolad. Shokolad. Haqiqiy chortoq. Shokolad chortoq emas. Shokolad. Chokolad endi tog'li France. Tarvuz yoki qovun? Tarvuz. Go'zallik dunyoni qutqaradimi yoki aksincha? Go'zallik dunyoni qutqaradi. Bir kun kelib shu dunyo meni qo'limga olib ketadi. Qarasa. Shunchaki respekt. Habib. Sevimli va yomon ko'rgan faningiz? Sevimli fanim musiqa. Yomon ko'rgan fanim. Yomon ko'rgan narsa tarix. Mavlidoya, Vahobjonov 8-maktab. Sanalari ko'p yillar. Muhabbat va sevgi farqli tushunchalarmi? Muhabbat. Qaysi biri kengroq? Muhabbat kengroq. Chunki sevgi, masalan, sevgan yoringiz bo'lishi mumkin, lekin muhabbat har bir narsaga qo'yilishi mumkin. Fanga, do'stga. Okay, va oxirgi ikkita traditsion savolimiz. Menga bo'lgan fikringiz qanday? Sizga bo'lgan fikringiz juda zo'r. Umumiy ma'noda podkastimiz haqida
Ko'ruvchi mehmonimiz. Zo'r, ha, ko'l bordim. Yaxshi tashkillangan, muhimi boshlovchilar. Siz bilan oldindan tanishligimizga ham 25 yil bo'ldi Avazbek bilan shu bog'chada. shu yoshligidan tanish bo'lganimiz uchun sizga ochiq-ochiq gapirishga menda ruh bor. Tanimaganimda men haqimda minuslarni bilib qolmasin deb yashirib o'tirgandim. Biz bilamiz, lekin aytmaymiz. Savollaringiz bormi? Qanday boshlantirsak bo'ladi podkastimizni? Bilaman, siz keng ta'limli insonsiz. Hamma sohada tanishlaringiz, shogirdlaringiz bor. Ustoz bo'ldingiz, u sizga yaqinlashdingiz. Qanday tavsiya berasiz? Endi biz bilasiz, meni bilasiz, taniysiz 25 yilda biz ochiq insonmiz, tanqidni to'g'ri qabul qiladiganlardanmiz. endi siz faqat o'zingiz qiziqtirgan yoki sheriklaringiz qiziqtirgan savollarni aytgansiz. Bundan keyin shu podkastni boshlaylik. Keyingi mehmon kim bo'lsin? Aziz va obunachilar. Va u mehmonga qanday savollarni konkurs e'lon qilaylik, Avazbek. U yoqni o'zingiz tushuntiring. Bundan keyingi mehmon kim bo'lsin? Sizlar u mehmonni belgilaysizlar. Eng ko'p ovoz yiqqan mehmonni chaqiramiz va u haqida gift beramizmi followerlarga? U haqida qanday sirlarni bilmoqchisiz yoki sizni qiynayotgan Chortoqdan savollar yo farqi yo'qmi? Chortoqdan, Namangandan, Vodiydan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi, qulay. Omma ko'proq ko'radi siz. Va sizni qiynayotgan savollarni berishingiz mumkin. Biz u mehmonga berib, o'sha savolingizga javob topishga yordamlashishimiz mumkin aslında. Rahmat aziz followerlar, thank you very much. Today's our podcast guest, special guest, Mr. Awazbek Singer. Thank you very much. We really appreciate your help, your dedication to work, and feel free to come. Thank you, mate. Come on,